Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz moliya bozorlari tahliliga bag'ishlanadi. Ya'ni bugun 11-yanvar 2026-yilda sizlar bilan amaliy darslarni ko'ramiz va barcha asosiy moliya instrumentlari tahlilini ko'rib chiqamiz. Hozirgi grafikda ko'rib turganingizdek, bu dollar indeksi narx 99,138 da yopilgan. Va bu yerda kuchli urovень, ya'ni 100 narx darajasi mavjud. Bu yerda narx bir necha marta urilib qaytgan, ya'ni ложный пробой berib qaytgan. Hozir esa aynan narx 99,300 ni agarda buzib yopiladigan bo'lsa, ya'ni narx mana shu 100 darajasi atrofiga kelishi va bu yerda biroz to'xtashi va yana dalishi tepaga ketish imkoniyati mavjud. Keyingi instrumentimiz bu Avstraliya dollar futuresi. Ya'ni biz tahlillarni aynan futureslarda amalga oshiramiz. Grafikni yaqinlashtirsak, narx 0.6689 yopilgan. Ya'ni bunda biroz yuqoriga va pastga kelishi 0.66 narx darajasiga kelishi, uni buzishi yana pastga ketish imkoniyatini beradi. Xo'p, Nova Zelandiya futuresi bo'pti. Nova Zelandiya dollar futuresi narx 0.57 da yopilgan. Bunda ham hozir narx kuchli o'sish zonasiga kelgan. Mana shu zonaga keldi. Bunda hozirgi prognozimiz o'rta muddatda pastda, lekin hozir emas. Ya'ni hozir instrument tayyor emas. Ozgina biroz yuqoriga yurib, to'xtab, yana bu narxga kelishini kutishimiz kerak bo'ladi. Endi Yapon yena futuresi narx ko'rsanglar, juda ham mana juma kunga juda ham katta падение bo'lgan. Narx yana mana shu o'ringa keldi. Narx 0.0635 darajaga kelishi ham bir kunning ichidagi, ya'ni impulsni движение berishi mumkin. Lekin bu ya'ni haftalikda oladigan bo'lsa, narx mana 0.62 darajasiga kelishi mumkin bu yergacha. To'xtashi mumkin, chunki bu yerda mana kuchli zona bor. Mana shu zonada narx juda ham katta o'sib ketgan ko'rasizlar. Narx mana shu zonaga kelmoqda. Narx 0.63 mana zonani narxi buzishi va kuchli zonaga kelishi 0.63 bu yerda to'xtashi ehtimoli mavjud. Bu yerda narx to'xtab atskok berish ehtimoli mavjud. Xo'p, yevro mana 1.18 dan ancha pastga tushdi. Hozir ham bu mana narx kuchli o'sish zonasiga keldi. Bu yerda ham biroz turishimiz mumkin. Ya'ni atskok berib, atskokdan keyin yana pastga ketish imkoniyati mavjud. Xo'p, fundda ham hozircha unaqa yaxshi savdo uchun vaziyatlar mavjud emas. Biroz kutamiz. Shvetsariya frank futuresi mana ko'rdinglar, 1.28 juda katta падение bo'lgan. Bu frank futures frankda tushadigan bo'lsa, forex paralada USD frank bo'ladi. USD frankda teskarisi bo'ladi, zerkalniy bo'ladi. Ya'ni shvetsarskiy frank short bo'lsa, dollar frank long bo'ladi. Ya'ni yuqoriga ketadi. Ya'ni grafik teskari bo'ladi. Bu yerda mana kuchli nakopleniyani ko'rishimiz mumkin. Bu juda ham mana kuchli mana bu nakopleniyya va narxni biroz atskok bilan pastga kelishi mana 1.24 juda ham kuchli zona 1.24 da va 1.24 bo'lishi juda ham katta impulsni движениeni vujudga keltirishi ehtimoli bor. Buni kuzatishimiz kerak. Frank. Xo'p, Kanada futuresi bu ham xuddi shunaqa. Forexda bu USD CAD bo'ladi, ya'ni dollar Kanada valyuta juftligi xuddi shu teskari grafikda bo'ladi. Xo'p, endi Amerika indekslari S&P all time high'da 7000 mana nima deydi, sredniy srok uchun hozirgi holat kutishimiz kerak.
kunning ichida savdo sal boshqacharoq bo'ladi. Nasdaqda ham xuddi shunday. Dow Jones mana hammasi all time highda. Indekslar hammasi all time high. Juda ham katta o'sish bo'lgan. 26-yil AQSh indekslari uchun, ya'ni tarixiy sezonimiz bo'yicha, ya'ni biz biroz pastga yurishimiz ehtimoli yo'q emas. Ya'ni prognozlarga ko'ra 26-yil Amerika indekslari uchun tushish ehtimoli mavjud. Russell ham xuddi shunaqa. Hammaga sevimli bo'lgan tilla, ya'ni GC Gold Futures, bular ham juda ham yuqoriga ketdi, ya'ni tillaning narxi. Tillada nima? Tillada savdo g'oyasi qanday bo'ladi? Savdo g'oyasi, ya'ni откатni kutamiz. Ya'ni откат bo'lgandan keyin kuchli zonalarda savdo qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Mana 4200 atrofida bor, 4100 atrofida bor, ya'ni 4300, ya'ni hozir 4500. Yanvar oyi, ya'ni sezonimiz bo'yicha tilla metallida juda ham kuchli o'sish kuzatiladi. Ya'ni bu yerda hozircha tilla biroz yuqoriga yuraveradi, biroz yuqoriga. Bu kuchli откат, kuchli tushish zonasiga yana qaytib kelmoqda. Kumushda ham xuddi shunaqa. Ko'rasizlar, откат bo'lgan joyga yana kelmoqda. Endi neft hozir 58, neft futuresi. Bu yerda savdo g'oyasi qanday? Ya'ni buni tushishini kutamiz. Ozgina. Naturalniy gazda hech narsa yo'q. Va sevimli kriptovalyuta Bitcoinda narx noyabr oyidan beri diapazonda, ya'ni buni pastga kelishi, agar 85 ga keladigan bo'lsa, dalish pastga ketish ehtimoli bor. Yo'kida mana shu 90 urovingda turib, dalish 95 ga keladigan bo'lsa, 95 dan yuqoriga ketish imkoniyatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Efirda ham xuddi shunaqa, mana narx hozir diapazonda 2800 va 3300 diapazonda yuribdi. Agarda narx yuqoriga, ya'ni 3300, 3400 ga keladigan bo'lsa, zakrepleniya beradigan bo'lsa, ya'ni yuqoriga ketish imkoniyati bor. Yo'kida pastga ketadigan bo'lsa, ya'ni 2800 dalish yana tushish imkoniyati bor. Dalish kuzatamiz. Bugungi darsimiz va bugungi moliya bozorlari tahlili o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga xayrli